Assalomu alaykum Avtoprestij obunachilari. Bugungi obzorimda man sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim ko'pchilik o'ylanib yurgan elektromoshina olaymi yoki crossover Tracker olaymi? Bundoq qarasa narxi ham ikkalasiniki почти bir xil avtomobil. Xo'p, buni xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, Trackerni xarakteristikalarini aytib o'tirmayman, chunki bu avtomobil haqida o'sha bizada to'liq tushuncha bor. Hamma o'zi biladi bu avtomobil qanaqaligini. Lekin Xitoy avtomobillarini esa ko'pchilik bilmaydi. Deylik, Xitoy avtomobillari hozirgi kunda bozorni egallab bo'lgan hamda bu avtomobilimiz juda ham ekonomichniy hisoblanadi. Benzin gazdan ko'ra, masalan, o'shani puliga bu elektronni zaryad qilib yuradigan bo'lsangiz, juda ham ko'proq masofani bosish imkonini beradi. Xo'p, bu avtomobillarimiz Dongfeng Fengkong Landia avtomobilimiz 405 km zapas xodiga ega bo'ladi. Avtomobilimiz juda ham ekonomichniy hamda bundan yana salgina navoroti ko'proq narx bo'yicha jihatidan bir xil avtomobilimiz esa Jetour X70 EV avtomobili. Bu ham o'sha Landia'ga o'xshab 405 km masofani bosib o'tadi. Lekin bu avtomobillimizdagi navorotlari, yumshoqliklari Landia'nikidan salgina afzalroq hisoblanadi. Takже ushbu avtomobilimizda bu avtomobilda bo'lmagan narsa, masalan, panorama tom lyuklari hajmiga keladigan bo'lsak, Captiva'ni eslatadigan avtomobil. Bu avtomobilimiz bilan buni esa bemalol bir-biriga solishtirsak bo'ladi. Hajmi jihatdan hamda yumshoqlik darajalari ham bir xil, hamda ekonomichlik tarafdan esa bu avtomobilimiz juda ham ustunroq yuradi. Do'stlar, ushbu avtomobillardan kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yokida o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. O'zingiz nima olgan bo'lardingiz? Tracker yoki Landia yoki Jetour X70 elektrosini.